Liksiyelerimizi devamlaştırıyoruz hürmetli vatandaş. Endiki mavzu Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'nun Jungo ziyarati soğuk muamelega uchradi. Baştakiga o'xshabroq ketadi, lekin mazmunida farq bor. Men shuni tanlab chiqdim vatandash. Reis Xi Jinping bilan ko'rishmadi. Mavzuli xabar 10 ayning 9-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi haftaning 1-kuni Beijing ziyoratini oxirlashtirib davlatiga qaytdi. Davlat ishlar kotibi Pompeo Beijing ziyorati Jungo'da tashqi ishlar munosabatlari siyosiy byuro a'zosi Yang Jiechi va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Lekin Jungo'ning Reis Xi Jinping bilan ko'rishmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining bayonotchisi Navrat haftaning 1-kuni bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Mike Pompeo, Yang Jiechi va Wang Yi bilan ko'rishganda Janubiy dengiz masalasi va kishilik huquq masalasi to'g'risidagi ikki davlatning maydonini to'g'ridan-to'g'ri o'tirib qo'yishdi. Mike Pompeo Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligini qo'llashning muhimligini ta'kidladi. Bayonotchi Navrat xonim bunday ko'rsatdi. Chavshan masalasida ikki davlat. Davlat ishlar kotibi Pompeoning bu qatimqi ziyoratida Chavshan yerim orolini yadrosizlashtirish ishga oshirish uchun tirishadigan irodasi shar'iydi. Besimni saqlab qolmoqchi bo'ldi. Agar Pyongyang tez orada yadro qurollaridan voz kechadigan bo'lsa, Chavshanning parlaq kelgusi uchun o'rtaq tirishchilik ko'rsatishga va'da berdi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Jungoni ziyorat qilish mezgilida Jungo Amerikadan norozi bo'lganligini qilchi yo'shirmadi. Siyosiy byuroning a'zosi Mike Pompeo bilan ko'rishganda bunday dedi. Yang Jiechi Mike Pompeo bilan ko'rishganda bunday dedi. Jungo Amerika tarafining xatoligini darhol tuzishga yetakchilik qiladi. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi oz ishiltadigan so'z iboralar bilan Amerikaga zarb berib, Amerika savdo so'rkilishini o'zliksiz o'rnatib o'tdi deb aybladi. Amerika Jungoning ichki tashqi siyosatini aybladi deb ko'rsatdi. Wang Yi'ni Amerikaning Jungo tarafini o'rinsiz ayblashtirni va Jungoning joni-jon manfaatiga ziyon solganligini tilga olib o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo to'g'ridan-to'g'ri ministr Wang Yi'ga raddiya berib, bunday ko'rsatdi. Ministr Wang Yi misolga keltirgan masalalarda Amerika bilan Jungoning negizlik ixtilofi bor. Amerika Jungo qo'llanayotgan harakatlarga intayin qattiq diqqat qilyapti. Ehtimol Mishiyada Xinjiang, ya'ni mustamlik Uyg'uristonni nazarda tutgandir. Balki shundoq, men shunday o'ylayman. Nima deydi davlat ishlar kotibi Mike Pompeo diqqat. Amerika Jungo qo'llanayotgan harakatlarga intayin qattiq diqqat qilyapti. Davlat ishlar kotibi yana Beijingni tanqidlab bunday ko'rsatdi. Ikki davlat mudofaa ministrlarining dialoglashishni bekor qildinglar. Suhbatlashish, muhokama intayin muhim fursat edi. Bir necha 10 yildan beri Amerikaning har navbatlik davlat ishlar kotibi Jungoni ziyorat qilganda, go'yo Jungoning yuqori darajalik davlat rahbarlari bilan ko'rishatdi. Shunga bu qatim kishilar davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning Xi Jinping bilan ko'rishmaydiganligiga bak diqqat qildi. New York vaqt gazetining 1-kuni xabar qilib bunday ko'rsatdi. Amerika amaldorlari o'tgan hafta bunday ko'rsatgan. Davlat ishlar kotibi Jungo davlat rahbarlari qatlami bilan ko'rishni faraz qilyapti. Bu yerda rahbarlar qatlami deganda ko'p ballarda Xi Jinping nazarda tutiladi. Uningdan boshqa bu xabarda yana bunday ko'rsatildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning qiyosida Reis Xi Jinping bilan
көрішні өз ішіге алады. Reis Xi Jinping'in Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bilan ko'rishishni rad qilganligi, demak Reis Xi Jinping ko'rishishni rad qildi. Rad qilganligi Jongoning Amerikadan qattiq norozi bo'lganligini isbotlaydigan bir signal bo'ldi. Ko'rishmaslik balki keyin o'ylaganlik bo'lishi kerak. Kelar qatamlar xalqaro nuqta 11-oyning oxirida Argentinada o'tkaziladigan 20 davlat guruhi yuqori darajaliklar yig'inidir. Aqsaroyning iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow 11-oyning 30-kunidan 12-oyning 1-kunigacha Prezident Trump bilan Reis Xi Jinpingning Buenos Aires'ta, ya'ni Argentinada ko'rishishning mumkinligini tilga olib o'tgan edi. Endi bugunlardan kelgan xabarda hozir Prezident Trump 11-oyda Buenos Aires, ya'ni Argentinada 20 davlat yig'inida, yuqori darajaliklar yig'inida Reis Xi Jinping bilan ko'rishmaydiganligini o'tirg'a chiqadi.